Hammaga salom. Sizlar bilan Nazaliya. Ancha bo'ldi video qo'ymaganimga va hozir kecha soat 1:56 va men to'qiyapman. Bitta sharf. Juda ham chiroyli o'zimga yoqayapti. Oxiriga yetib qoldim. Ancha bo'ldi video qo'ymaganimga. Edit qilayotgan bitta boshqa videom bor. Bilmadim nimaga olmadim. Oxirgi paytlarda shunaqa ko'p sezishga boshladim. Nima deydi? Doim bu narsani, bu problemani, bu o'yingizni, fikringizni borligini bilasiz, lekin ba'zi bir joyda majburlab u fikr o'zini borligini sizga bildirishga boshlaydi. Ya'ni sizni g'ashingizga tegadigan darajada ko'zingizga tashlanishga boshlaydi. Lekin odatda oldin doim shundoq bilardingiz uni borligini. U problema yoki-da bir hislar odamlardagi. Menda shunaqangi bo'lyaptiki, oxirgi paytlarda insonlarda aynan nimasi yoqmasligini yaxshiroq his qilishga boshladim va ko'rishga boshladim yaqqol yoqmaydigan darajada. Va bu nima ekan? Menga insonlardagi yuzakilik juda ham yoqmas ekan. Va buni aytmoqchi emasmanki, yuzakingizni yoqtirmayman. Yo'q, u ma'noda emas. Angliyskida bitta gap bor, small talk degan. Va u small talk kichkina bir suhbat jarayoni. Va u suhbat jarayoni qanaqangi bo'ladi? Bitta odamni ko'rasiz, ko'rganingizdan keyin aytaylik, kuningiz qalay o'tyapti, havo yaxshi degandagi havodan suvdan gap. Meni oxirgi paytlarda sezdimki, o'zimda ko'p insonlar bilan tanishmayapman ekan, lekin slishkom o'zimni qobig'imga kirib qolman. Men o'z aslida ekstravert bir insonman. Lekin qanaqangi ekstravertman? O'zimni energiyamni o'zimga qoldirishni yaxshi ko'radigan bir ekstravertman. Shuning uchun doim ham hamma odam bilan tez tanishib keturmayman, chunki meni ovozim, meni kishiligim, meni fikr va xayollarim men uchun juda ham muhim va hamma bilan ham buni bo'lishishni yaxshi ko'rmayman. Va shu sababli qanaqangi energiya vampirlari bo'ladi. Men nimaga aynan videoga olyapman o'zimni? Chunki video orqali shunchaki energiyamni buzish yoki-da o'zgartirish qiyin bo'ladi. Chunki men videoda o'zimga o'zim gapiryapman. То есть o'tirib olib, o'zim telefonimga qarab gapiryapman yoki-da video kameramga qarab gapiryapman. Получается, insonlar bilan tanishgan paytimda ularni energiyasi menga ta'sir qilishi mumkin. Hammaga ta'sir qiladi, kстати. Ularni o'zini tutishi, gapirishi yoki-da ularga shunchaki sarf qilgan vaqtingiz ham sizni rohatsiz deydimi? Sizga neudobno tuyuladi xullas. Yoqmaydi o'zingizga. Ularni borligi yoki-da o'zingizni ular bilan suhbatdan keyin yomon his qilishingiz. Yomon his qilish qanaqangi? Aybdor demas, lekin energiyangiz yo'q, xohish, istagingiz yo'q, hayotga nisbatan motivatsiyasiz. В принципе, o'lgandek his qilishga boshlagan bo'lsangiz, unda u insonlar energiya vampiri. Xolos. Boshqa tomoni shundaki, men bu narsani ko'p ko'rdim. Shuning uchun bitta xulosaga keldimki, stoyt, kerak emas. Shundoq ham meni energiyam bor, kundalik hayotimdagi qilayotgan ishlarim, o'qishim, bu hammasiga shundoq ham ko'p energiyam ketadi. Va ma'lum bir darajada настроенияsi doim yaxshi bo'lishini xohlaydigan, xushchaqchaq bir inson bo'lganligim sababli shundoq pozitivniy insonligimni shunchaki bir ikkita yangi inson bilan tanishib deb riskovать qilish
не стоит deb o'ylayman to'g'risi. Lekin baribirga ham insonlarni yaxshi ko'rgan bo'lganligim sababli insonlarni o'rganishi, ular bilan suhbat qurishi, в целом insonlarni yaxshi ko'raman. Bo'lganim sababli orada yangi insonlar bilan tanishishga harakat qilaman. Harakat qilishim qanaqangi, shundoq ham по натуре bo'ladi-yu. Gaplashish oson men bilan. Lekin yoqish qiyin. Gaplashish oson. Tugab qolyapti уже. И получается, man bu darajada qiyin deb o'ylamasdim. Nimaga? Chunki oxirgi paytlarda aytganimdek, tanishayotgan insonlarim bilan общий язык topib olish qiyin bo'lmayapti, lekin menga yoqmayapti. Nima sababdan? Boshida aytganimdek, yuzakilik. Men nima qilaman, sizlarni nechta restoranga borganinglarni, keyin u yerda necha pul yo'qotganinglarni. Men nima qilaman, sizlarni uyinglarda nechta mashina borligini, keyin u mashinalarni sizlarga kim olib berganini. Menga nima qiziq bor buni? Masalan, yokida menga yana nima qizig'i bor? Ko'p kerak bo'lmagan narsalarni. Aytaylik, men yangi tanishganimda bir insonni xarakteriga qiziqaman. Hayotiy tajribalariga, darslariga, yokida hayotdan olgan saboqlariga, agarda u ham bo'lmaydigan bo'lsa, yangi tanishimiz deyilgan bo'lsa, juda ham qiziqaman. Oxirgi paytlardagi ko'p ularni nima deydi, Rimskiy imperiya bo'lgan Roman Empire o'ylariga. Aytaylik, oxirgi paytlarda eng ko'p sizni xayolingizda bo'layotgan narsa nima? Masalan, meni hayolimda oxirgi paytlarda juda ham ko'p bo'lyapti. Insonlarni qilayotgan ishlarini mediadan ta'sirlanib qilayotganini sezmayotganim. Aytaylik, yuziga, faqatgina yuzida labiga emas, butun badaniga qilinayotgan fillerlar. Qatdan, kimdan keyin bu darajada populyarniy bo'lib ketganligini o'ylashmaydi ko'plari, bilishmaydi. Buni bilmasdan, o'ylamasdan o'sha narsani qilishadi. То есть, har doim qabul qilayotgan qarorlaringiz sizga bo'lmaydi. Mediani sizga ko'rsatayotgan tarafini ko'rasiz. Miyaz aytadiki sizga, yo'q. Biz hech nimadan effektlanib, hech nimadan influence bo'lib emas, kimdandir nima deydi? Kimdir imidji bizga yoqqanligi sababli, mediada ko'rgan imidjimiz bizga yoqqanligi sababli biz bu narsani qilyapmiz emas. Aksincha, bu bizni o'zimizni o'yimiz degan tryuk ko'rsatadi miyaz sizga. Siz aytasizki, yo'q, men fillarni Kylie Jenner labida ko'rganligim uchun emas. Meni labim juda ham ingichka bo'lganligi uchun buni qilyapman. Birinchidan, uzr, labingiz qanchalik ingichka, то есть umuman yo'qmi? Unda balkim kerakdir sizga filler rostdan ham. Lekin agarda labingiz bor, lekin ingichka bo'ladigan bo'lsa, nimaga sizga filler kerak? Bu sizni sog'lig'ingizga qanaqangidir ma'noda zarar ko'rsatyaptimi yokida aytganimdek mediani sizni miyangizga ko'rsatayotgan ta'siriga uchgan holatda bu qarorni meni qarorim deb qabul qilyapsizmi? Bu narsani ko'p insonlar o'ylamaydi. Masalan, bu meni Rimskiy imperiya oxirgi paytlarda. Masalan, keyingisi aynan shu insonlarning yuzakiligi va yuzakiligini menga yoqmasligi. Nima ham deyishim mumkin?
Masalan, aytganimdek shu oxirgi paytlarda universitetda tanishgan insonlarim bor. В целом, bu semestr boshlangan paytda ham o'zi anchadan beri yangi insonlar bilan tanishishni unchalik xohlamay qolganman. Nimaga? Chunki nimaga risk qilishim kerak endi? Xudoga shukur, Alloh menga judayam chiroyli tanishlarni, o'rtoqlarni berib qo'ydi va judayam ishonamanki, har safar Alloh meni kimdir bilan tanishtirayotgan bo'lsa, kim bilandir tanishayotgan bo'lsam, bu rostdan tanishishim kerak bo'lgan inson edi va mani kelajagimga qaysidir ma'noda o'zini yaxshi tomondan, nima deydi? Yaxshi tomondan bir hissasini qo'shadigan inson deb o'ylayman. Judayam yoqtirmayman oxirgi paytlarda anaqangi narsani. Ko'plarda ko'rdim. Kimgadir telefon qilishadi. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Nimalar qilyapsan? U bu. Bilib turibman, nimaga mendan bu savol so'rayapsizlar? Bilaman, qiziq emas. Qiziq bo'lmayotgan bo'lsa, nimaga bo'lsam shuncha savol so'raysizlar, shu 2 minutdan keyin menga qarab turib, aslida men mana bu narsani so'rab yozdim. Sразу yoz. Xo'p deyman, javob beraman. Все, не обязательно. Nima deydi, ishim chiqib qoldi, o'shaning uchun endi 20 minut davomida hol so'rashim kerak. Mana kuchugim mushugimdan senga nima? Kuchuk mushugimga nima keragi bor? Nima keragi bor? Bu ham yo'zakilik. Judayam yo'zakilik. Yoz, javob beraman shunda ham. O'zimni anaqangi to'qiyotgan paytda barcha chiqib turadigan babushkalardek his qilyapman. Biz yuzakilik yoqmayotganini bildim insonlarda menga va bundan juda ham xursandman. Aytganimdek, topib olgan gapi yuzakilik bo'lgandan keyin, masalan, men xohlamayman bitta odam bilan tanishgandan keyin suhbatimi nima deydi, moliyaviy narsalardan bo'lishini, ma'naviy narsalardan bo'lishni yaxshi ko'raman. Masalan, oxirgi borgan muzey sifatida. Muzeydagi qaysi eksponat hikoyasi sizga eng yoqqani bo'ldi? Nimaga bu savolni so'ramaysizlar masalan? Yoki bu narsa haqida gapirmaysizlar, yoki eng yoqtirmayotgan narsangiz nima oxirgi paytlarda? Ko'zingizga juda ham tashlanayotgan narsa nima oxirgi paytlarda? Qattan biling, oxirgi o'qigan maqolangiz nima edi? Agarda kitob o'qimayotgan bo'lsangiz, oxirgi o'qigan maqolangiz nima edi? Nimaga bu tomondan insonlar o'zini rivojlantirishga e'tibor bersa ham bu narsani gapirmaydi? Topib olgan narsasi kattaroq ayollarda etik qattiq yig'ishtirib supurgani bo'ladi, yokida qaysi brenddan necha pulga kiyim olgani bo'ladi, yokida necha pulli сделка qilgani bo'ladi. Yana boshqa tomoni bor. Nimaga men kimdir adasini necha pulli сделка qilganini eshitishim kerak? It doesn't make sense, isn't it? Agarda men sizlarga kelib turib, bu narsani gapirmayotgan bo'lsam, menga nima qiziq bor? Menga qiziq bor qachon? Qachonki juda ham yaqin o'rtog'im bo'ladigan bo'lsangiz, hayotingiz haqidagi ko'p narsani menga aytadigan bo'lsangiz, keyin men ham ayni shaklda sizga bu narsani ko'p aytadigan bo'lsam, keyingina menga qiziq bo'lishi mumkin. Keyingina bu narsani deb eshitaman qiziqib. Bunaqangi bo'lmagandan keyin menga nima keragi bor? Nima keragi bor? It doesn't make sense. Menga qiziq bo'lishi mumkin. Har xil o'ylaringiz, har xil fikrlaringiz menga rostdan insonligingizni ko'rsating. Menga mediadan olingan bir personajdagi ko'rinishingiz shart emas. Или же mediadagi personaj bo'lsangiz, naprotiv qiziqroq bo'ladi menga to'g'risi.
kim birdan whatever is this, you know. Shuning uchun yo'q, yuzakilik mana shuni emas ekan. Yuzaki tushunaman. Masalan, xohlamayotgan bo'lsanglar, to'g'rirog'i, sizlar haqingizda atrofdagi insonlarni biron bir o'yda bo'lishini aytaylik, u qanaqangi bo'ladi. Masalan, siz bitta inson bilan gaplashyapsiz, lekin sizni asl xarakteringiz, asl o'zingizni tutishingiz, hayot tarzingiz qanaqangiligini bilishni xohlamasangiz va uni konfidensialniy qolishini xohlasangiz, bu narsani tushunishi mumkin. Lekin unda ham aytganimdek, oxirgi borgan muzeyingiz nima edi? Buni aytishingiz mumkin. Masalan, yokida eng oxirgi ko'rgan kinongiz va u kino haqida nima deb o'ylayapsiz? Yoki oxirgi marta ko'rgan serialingiz va u haqida nima deb o'ylayapsiz? Insonlarda o'zini fikrini bayon qila olish degan narsani xohlayman. Bitta insonda rostdan insonligini ko'rsatib beradigan narsa fikrini bayon etishida, pulni ko'rsatishida emas. Yokida bilmadim. Endi qo'yinglar. Qanday g'alati narsalarni rostdan fikringizni bayon etishda bilmaydigan bo'lsanglar, bilmadim qanchalik samimiy insonsizlar. Shuning uchun bugun bu narsalar haqida gaplashmoqchi edim. Juda ham qisqa bir bo'lim bo'lar ekan bugun. Va doimgi joyimda emasman, xonamdaman. Va shu kechasi soat 2 paytida bu narsalar haqida gapirgim kelib qoldi. Buni ham bitirib bo'lgandan keyin Instagramga qo'yib qo'yaman, xohlasanglar ko'ringlar, xohlamasanglar ko'rmanglar. Sotsammikan? To'qib. Why not? Bye, so guys. Love you. I don't love you because I don't know you. Shuning uchun kuninglar yaxshi o'tsin deyman. Shu xolos.